Yuqori intellekt pop madaniyatda ko'pincha romantizatsiya qilinadi. Bundan xabarimiz bor, biroq uni qorong'u tomonlari deyarli hech qachon tilga olinmaydi. Bu videoda biz aynan shu haqida gapiramiz. William James Serisni olaylik. IQ darajasi 250-300 atrofida deb aytilgan va bolaligidan daho hisoblangan Seris atigi 18 oyligida The New York Times gazetasini o'qiy olgan. Biroq voyaga yetgach u akademik dunyodan yuz o'girib, o'zini oddiy ishlar bilan shug'ullanishga bag'ishlaydi va umrining oxirigacha ko'zdan panada yashab vafot etadi. Unga o'xshash haddan ziyod aqlli odamlar ko'pincha hissiy hamda ijtimoiy masalalarda aziyat chekishadi, muvaffaqiyatsizlikka uchrashadi. Ammo bu nega sodir bo'ladi? Neyrobiolog Dan Katz-Simonton aytishi bo'yicha, giperintellektualizm ta'sirlarga nisbatan sezuvchanlikni kuchaytiradi. Ya'ni bunday miyaga ega odamlar ko'proq ma'lumotni qayta ishlay olishadi, lekin evaziga ko'proq azobni ham his qilishadi. Flynn effekti shuni ko'rsatadiki, aqliy rivojlanishning eng yuqori cho'qqisida turganlar o'ziga xos qiyinchiliklarni boshdan kechirishadi. Haddan ziyod ko'p o'ylash, bezovtalik va jamiyatga qo'shilish bilan bog'liq qiyinchiliklar. Giperintellektual insonlar ko'pincha yolg'izlikda yashashadi, ya'ni jamiyatdan ajralib qolishadi. 1921-yildan boshlab 1500 nafar yuqori IQ ga ega insonlarni kuzatgan Generic Studies of Genius deb nom olgan tadqiqot ko'plab ishtirokchilarning odamlar bilan munosabatlar o'rnatishdagi muammolarga duch kelganini aniqladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, IQ darajasi 130 dan yuqori bo'lgan insonlar hayotdan kamroq qoniqish his qilishadi. Buni sababi ularning boshqacharoq bo'lgan qiziqishlari va chuqurroq mushohadaga bo'lgan moyilligi ularni tengdoshlaridan yiroqlashtirib qo'yishidadir. Mashhur matematik Paul Erdős umrining katta qismini faqatgina tenglamalar ustida ishlashga bag'ishlagan. U do'stlarining divanida tunab qolar hamda emotsional aloqalarga mutlaqo befarq bo'lgan. Na xotini bor, na bolasi, na uyi bor. Uning uchun faqat matematika mavjud edi. Giperintellektual bo'lish ko'pincha qurbonliklarni talab qiladi. 1500 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi bo'lmish tilga olingan matematik Paul Erdős onasi olamdan o'tganidan keyin to'xtovsiz ishlash uchun benzedrin va ritalin kabi narkotik stimulyatorlarni doimiy qabul qilishni boshlaydi. Erdős yolg'izlik hissidan qochish uchun stimulyatorlarga ruju qo'yadi va o'zining insoniy o'y-xayollaridan panoh izlab matematika dunyosida abadiy qolishga qaror qiladi. Yana bir misol bu Grigoriy Perelman. U deyarli bir asr yechimsiz bo'lib kelgan Poincare tenglamasiga isbot keltira oladi. Uning isboti matematikani tubdan o'zgartirgan bo'lsa-da, uning o'zi akademiyadan hafsalasi pir bo'lib, $1 million mukofot pulini rad etadi va fanni tark etib, jamiyatdan yakkalangan holda bir xonali kvartirasida o'z onasi bilan qashshoq hayot tarzida yashashga qaytadi. Haddan tashqari aqlli insonlar ko'pincha hayotni juda aniq va chuqur ko'radilar. Bu esa ularni og'riqli haqiqatlar qarshisida ojiz qilib qo'yadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, IQ darajasi yuqori bo'lgan insonlar ko'pincha ekzistensial depressiyadan aziyat chekishadi. Tafakkurning to'xtovsiz va ayovsiz tahlil qilaverishi oxir-oqibat hayot ma'nosini ham parchalab tashlaydi. IQ darajasi 150 ga yaqin bo'lgan yozuvchi Virginia Woolf o'z hayotini yakunlashdan avval aqldan ozishdan qo'rqishi haqida yozib qoldiradi. Amerikalik yozuvchi Ernest Hemingway romanlari iliqlik bilan to'lib toshgan, uning personajlari esa qahramonlik ko'rsatishga qodir. Ammo yozuvchining o'zi uzoq yillik depressiyadan keyin sevimli miltig'i yordamida o'z joniga qasd qilish bilan hayotiga yakun yasagan edi. Uning shunday iqtibosi haqida hech eshitganmisiz? Aqlli insonlar baxtli bo'lishlari bu men bilgan eng noyob hodisa.